Hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz chet elga pul o'tkazmoqchisiz. Ilovaga kirasiz, karta ma'lumotlarini to'ldirasiz va bir necha soniya ichida sizga o'tkazma amalga oshirildi degan xabarnoma keladi. Lekin shu bir necha soniya ichida pul nechta davlatdan o'tdi va nima uchun ba'zi usullarda bu 3 kungacha vaqt olsa, ba'zilari uchun 3 soniyani o'zi kifoya bo'ladi. Bu videoda chet elga pul o'tkazishdagi siz ko'rmaydigan 3 xil sxemani ko'rsataman. Ya'ni pul qaysi yo'l bilan o'tadi, har bir bosqichda nimalar bo'ladi va kim kimga qancha komissiya to'laydi. Bularni barchasini ko'rib chiqamiz. Xalqaro pul o'tkazmalarida ikkita tushuncha bor. Bu ikkalasi har xil narsa. Biri xabar, ikkinchisi pul. Ko'pchilik bularni bir xil narsa deb o'ylaydi. Aslida bu ikkalasi har xil kanaldan o'tadi. Swift tizimida bank birinchi bo'lib men pul yubormoqchiman degan xabarni yuboradi. Pul esa Nastro va Vastro tizimlari orqali harakat qiladi. Buni men sizga oddiy misol bilan tushuntiraman. Siz o'z sumkangizni do'stingizni uyida qoldirdingiz va siz aytyapsiz: "Mening sumkam do'stimning uyida turibdi." Bu Nastro. Do'stingiz bo'lsa aytyapti: "Bu Valining bizni uyimizda turgan sumkasi." Bu bo'lsa Vastro. Banklarda ham xuddi shunday. Siz hamkor bankingizda o'z hisobingizni ochasiz. Siz pul jo'natgan paytingizda chet eldagi bank aynan o'sha hisobdan pulni berib yuboradi. Bu Nastro hisoblanadi. Vastro esa siz mijozdan yechib olgan pulni saqlaydigan hisob raqam. Hozirgi kunda banklarning barchasida bunday hisob raqamlar mavjud. Keling endi birgalikda siz bilan sxemalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi sxema klassik bank o'tkazmasi. Ko'p davlatlar haligacha asosiy xalqaro o'tkazmalarni aynan shu sxema orqali amalga oshirishadi. Siz bankka borasiz, naqd yoki kartadan pul to'laysiz, lekin pul hali hech qayerga ketgani yo'q. Xo'sh, unda pul qanday teritoriya orqali harakatlanadi? Hozir tushuntiraman. Mahalliy bank pul yechadi, dollarga konvertatsiya qiladi, o'rtadagi vositachi bankka pul yuboriladi. Siz yubormoqchi bo'lgan bankka pul yetib boradi. Bu eng qimmat sxema hisoblanadi. Pul taxminan 3 kunda va eng katta komissiya bilan yetib boradi. Ikkinchi sxema pre-found. Bu birinchi sxemadan tubdan farq qiladi. Qanday bo'ladi? Hozir oddiy qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling. Sizning ikkita shaharda ikkita do'stingiz bor. Birinchisi siz yashab turgan shaharda, ikkinchisi bo'lsa chet eldagi shaharda. Siz birinchi do'stingizga pul berasiz. Ikkinchi do'stingiz bo'lsa pulni birinchi do'stingiz aytgan odamdan oladi. Juda oddiy sxema. Pul chegaradan o'tmadi, lekin kerakli odamga yetib bordi. Aynan shu pre-found sxemasi deb aytiladi. Fintech kompaniyalar yuboruvchi davlatda pulni milliy valyutada qabul qiladi. Qabul qiluvchi davlatda esa ularni oldindan to'ldirib qo'yilgan o'sha davlatning milliy valyutasidagi hisob raqamiga ega bo'ladi. Qabul qiluvchining kartasiga bo'lsa o'sha hisobdan to'g'ridan to'g'ri pul tushadi. Bu sxemada siz ilovaga kirasiz, kartangizni ulaysiz, yubormoqchi bo'lgan summangizni va qabul qiluvchini ma'lumotlarini kiritasiz. Platforma milliy valyutangizni qabul qiladi va dollar kursida hisoblaydi. Qabul qiluvchi mamlakatdagi pre-found hisobidan o'sha mamlakat valyutasidagi pul sizning kartangizga kelib tushadi. Bu bo'lsa bir necha daqiqa vaqt oladi. Lekin ochiqni aytish kerak, eng arzoni bo'lgani bilan bu sxemaning ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Agar trafiklar soni keskin oshib ketadigan bo'lsa, bu sxemada pul yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham pre-found sxemasida katta pullarni o'tkazayotgan paytingizda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun birdaniga million dollarlarni o'tkazmoqchi bo'lganlar tinchgina birinchi sxemadan foydalanib pul o'tkazib qo'ya qolishadi. Agar siz kichik o'tkazmalar qilmoqchi bo'lsangiz, siz uchun eng qulay sxema aynan shu. Bu yerda komissiya eng minimal miqdorda bo'ladi yoki umuman bo'lmasligi ham mumkin. Uchinchi sxema local to local. Bu eng qiziq usul hisoblanadi. Chunki siz pul yuborayotgan paytingizda pul chegaradan o'tmaydi. Qanaqa qilib deyapsizmi? Tasavvur qiling, platformaning Xitoyda ham hisobi bor, O'zbekistonda ham hisobi bor. Siz O'zbekistondan Xitoyga 100 dollar pul yubordingiz. Endi nima bo'ladi? Hozir tushuntiraman. Siz O'zbekistondagi platforma hisobiga pul o'tkazasiz. Platforma esa Xitoydagi o'z hisobidan qabul qiluvchiga 100 dollar beradi. Natijada sizning pulingiz O'zbekistonda qoldi. Qabul qiluvchi pulni Xitoyda oldi. Pul chegaradan o'tmadi. Sizda tabiiy bitta savol tug'iladi. Bundan platforma zarar ko'rmaydimi? Yo'q. Chunki har kuni minglab odamlar pul o'tkazadi. O'zbekistondan Xitoyga pul ketadi, Xitoydan O'zbekistonga pul keladi. Bu oqimlar ko'pincha bir-birini qoplaydi. Masalan,
O'zbekistondan Xitoyga 1 million dollar, Xitoydan O'zbekistonga bo'lsa 950 ming dollar pul keldi. Platforma bo'lsa mana shu o'rtadagi 50 ming dollar farqni keyinchalik banklar orqali muvozanatlashtiradi. Bu narsa netting deb ataladi. Siz pul yuborasiz, qabul qiluvchi pulni qabul qilib oladi, lekin pul chegaradan o'tmaydi. Chunki platforma turli mamlakatlardagi o'z hisobi orqali hisob-kitob qiladi. Bugun biz siz bilan bu videoda xalqaro pul o'tkazmasini amalga oshiruvchilar qanday sxemalardan foydalanishini ko'rib chiqdik. Agar siz O'zbekistondan Koreya, Turkiya, Rossiya, Xitoy va boshqa 50 dan ortiq davlatlarga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, Unired ilovasidan foydalaning. Bu ilova 10 yildan ortiq faoliyat yuritib keladi va O'zbekiston bozoridagi yetakchilardan biri hisoblanadi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va bizga obuna bo'lishni unutmang.